Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, Vag'at aka-uka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 20-sentyabr navbatdagi savdomiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinamiz bo'ldi. Mashinamizni Vag'atdan Azizbek akamizga narx puli 30 million so'mga satdik mashinamizni. Rozimiz? Rahmat, barakat topinglar. Shu savdolaringiz ilgari bo'lsin, hamisha yaxshi kunlarga xizmatlaringiz bo'lsin. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Xayrli, barakali mashina bo'lsin. Yaxshi kunlar oilangiz bilan ajratib minish nasib etsin. Rahmat. Ko'rib o'tamiz, kuzatuvchilarimiz, mashinamiz egadan kelib turadi do'stlar. Mashinamiz sotib berar ekan mashinamizni yana prямо oluvchiga shunda savdo qilib berdik 30 million so'mga. Egalari bilan o'zlarini gaplashtirdik, savdo qildik. Kelishdilar, 30 million so'mga xarid qildilar oluvchi. Kelaverasizlar, shunday chiroyli tip savdolarimizni qilib beraveramiz. Vibrlarimiz ko'p, Cobalt Centralardan ham Damas'ni oz pul bilan chiqadigan variant ham bor. Shunda 600 ming so'm pul bilan kelasizlar, mashinani minib ketaverasizlar yana. Yili tozasidan ham ikki ko'pmiz. Ko'rib, like bosib kuzatib boraverasizlar.